E'tibor bergan bo'lsanglar, Instagram profilimizda umuman dvijoklarni reklama qilmagan sababi hech qaysi sinovimizdan o'tolmagan. Shaxsan o'zim 5 yildan beri dvijok arendaga chiqaraman. Shunaqa brendlarni ishlatdim, nomini eshitsanglar o'zingizlar hayron qolasizlar. Yozgan klavatini umuman bajarib bera olmaydi. Qolgan texnikalarga gap yo'q, lekin dvijok kelganda bular nol. Men sizlarga shunaqa zo'r apparat topib qo'ydim, hozir sizlarga ko'rsataman. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan dvijogim bu Hydrox firmaga tegishli. Motorga keladigan bo'lsa, invertor motorga ega. Admotkasimiz kilovatiga 0,5 litr benzin ketadi. Bak hajmi 25 litr. Eng muhimi 80 benzin quyib o'tirmang, chunki u ishlamaydi. Faqat 92 da ishlaydi. Tok berishi 220 bo'ladi. Tok ishlab chiqarishi 7,5 kilovatgacha bo'ladi. Xuddi shu variantni 3 kilovatligi, bak hajmi 15 litr. Eng muhimi sizlarga rozetkalarni ko'rsatib, 7,5 kilovatga oddiy bo'ladi bitta. Keyin bu ham oddiy, faqat 3 talik bo'ladi. Bular aslida mikserlar bo'ladi. Ularning vilkalari erib ketmasligi uchun kilovat kattaroq bo'ladi. Keyin 3 kilovatga keladigan bo'lsa, обычный 2 talik rozetka bo'ladi. Buni mendan so'rashyapti, qatlarga ishlatiladi. Buni ko'proq tok yetib bormagan qurilishlar, masalan, uchastkalar, yangi uchastkalar bo'lsa, hali svet yetib bormagan bo'ladi. Svarka apparat, bolgarkani bittada tiqqanda ishlaydimi? Bemalol ishlaydi. Qaltiramasdan ishlaydi. Даже mikserni o'zini tiqsangiz ham, mikserni o'zini ham bemalol ko'taradi. Agar uylarga olib qo'ysanglar, buni bo'sh payt arendaga chiqarib soqqa qilsanglar ham bo'ladi. Agar kimga shunaqa dvijok yoqqan bo'lsa, Elektroga keling va xarid qiling.